Nimaga biz yana qaytdik? Mana biz qaytdik va biz mana bu chempionatni yutgan edik. Endi shuning uchun biz mana bu ikkalasini oldik mukofot sifatida. Bularni ishlatib ko'ramiz. Kim tushar ekan? Birinchi ko'k kartani ochib ko'ramiz. Qani ketdik. Irim-sirimlarga ishonmaganim uchun irimlarni qilib o'tirmadim. Kim tushyapti? Ball control 76. Shooting 72. Berg Huis 73lik. Yaxshi. Endi legendarniy akkaunt ochamiz. Karta. Qora karta tusharmikan yo'qmi? Qani? Braziliya. 20-raqam. Shooting 84 ekan. Speed 83 ekan. Pedro 80lik akkaunt kartasi. Yaxshi. Hech qisi yo'q. Qora tushmadi. Hali bizda ko'p kun vaqt bor. Biz buni olib qo'yish imkoniyatimiz bor. Bunga biz hozir stadionni kuchaytiramiz. Viktoriya qilgan ma'qul. Ketdi. 256 ta tangam qoldi. 66,000 kishilik stadion hosil bo'ldi. Yaxshi. Endi nimalar qoldi bizda? Mana bu tugashiga bizda bir kundan vaqt bor. O'xshamaganman. Klan bo'lsa aytib yuboringlar. Bir obunachimiz klan qo'shiling deb aytgan ekan. Men klan nomini esimdan chiqib ketdi. Shuning uchun qaytadan yozib yuborsalar yaxshi bo'lardi. Keyin yaxshi bir klan bo'lsa, bo'lmasa aytib yuboringlar. Hozir men nima qilmoqchi edim? Boya tushgan o'yinchilar sotib yuboramiz. Baribir bizga foydasi tegmaydi bularni. Sotib yuboramiz. Va boyagi ko'k o'yinchi qaytib ketdi. Mana ko'k o'yinchini ham sotib yuboramiz. Qani ketdik. Bittalikdan boshlaymiz. Kanate 81ligicha qoldi. Marmush 84ligicha qoldi. Marmush va Rice. Marmush 85 bo'ldi. Rice 86ligicha qoldi. Yaxshi.
Endi bu joyni almashtirsa bo'ladi. 95 ta almasimiz bo'lsa kuchaytirib yuborardik. Qora o'yinchilarimiz ham. Mayli do'stlar, ko'rishguncha xayr.